5-chi iyun 40-yilini xotirlash namoyishini davomlashtirib Oslo'niki markazi bo'lgan Oslo Nobel tinchlik mukofoti sarayining oldiga keldik. Halkımızdaki bu Oslo şehirlik hükümet, bu Oslo'daki sayahatçılar ve kişiler en kaynaydıgan avat organının birisi. 100. When I get to the top, I will then finish the show with the hardest stunt I've ever learned to do. Chuckling. I've got a knife, fire, a little girl. I can do this. Assalomu alaykum. Biz hozir Xitoy elchixonasidagi Xitoy hukumatiga bo'lgan noroziligimizni ifodalab bo'lib, hozir Oslo'ning yana Norvegiya Oslo markazi Nobel tinchlik mukofoti sarayining oldida biz Uyg'urlarni tunishtirish, yana 5-iyul qonli qirg'inchilikni sheriklariga tushuntirish holatini ko'ryapmiz. Bizning Nobel iqtidorli yoshlarimiz, bizning kollektiv a'zolarimiz o'zlarining ravon bo'lgan ingliz tili, norvegiya tili, hatto arab tillari bilan o'shada o'tgan kechgan jamoatchilikka, norveglarga mush ahvolni tushuntiryapti, Uyg'urlarning ahvolini. Mana bu Oslo'daki Nobel tinchlik sarayı. Biz şunun işimizge hamon bir gün Uyg'urlardan birisi yoki bir nechisi Nobel tinchlik mukofoti